To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu podkastni, ya'ni bu yo'nalishni rosa xohlaganman, chunki nimaga xohlaganman? Как будто man kimdir bilan gaplashib o'tirganini o'zimni his qilishni xohlaganman-da. Qadar ko'rinayapmanmi yo'qmi? Ya'ni xohlaganman, bitta inson men bilan podkast qilsin va u meni to'liq tushunsin va ichimdagi gaplarni aytsin va aynan o'sha insonning maslahatlarini eshitib, ichimdagilarni unutiy yoki qanaqadir yechim bersin menga degan YouTube kanal yoki qanaqadir o'rtoq bo'lishini xohlaganman. Xudoga shukr, o'rtoqlarda hech qanaqa muammo yo'q. Hammasi joyida, ishda, o'qishda. Lekin baribir internet zamonida yashayapmiz va o'zimiz yolg'iz xonamizda shunaqa bitta inson bo'lsa-da, videosini ko'rib, suhbatlashsak qanaqa bo'lar ekan degan fikr o'tardi demanda. Bu yo'nalish bo'yicha UK yoki USA YouTube kanallari rosa ham ko'p. Ya'ni qiz bolalar bu yo'nalish bo'yicha rosa ham zo'r informatsiyalar berishadi va bu yo'nalish qanchalik O'zbekistonda bor yoki bilmadim, lekin o'zim shaxsan qanaqadir prosmotr, like, kontent uchun emas, shunchaki o'zimga o'xshagan bolalarni, timni yaxshi informatsiyalar berib, ular bilan qanaqadir yaqin qarindosh bo'lishni xohladim va bu yo'nalishni boshlashni niyat qildim, maqsad qildim va boshladim. Hammalarga hello va assalomu alaykum. Podkast yozishdan oldin o'yladim qanaqa mavzu yozsam bo'ladi deb va 10 ga yaqin mavzuni yozib chiqdim. Bu do'st, pul yoki qanday shaxsiy rivojlanishga yaqinroq, lekin aynan bitta inson bilan gaplashish mumkin bo'lgan do'stona mavzular. Biz qanday shaxsiy rivojlanish, motivatsiya bilan shug'ullanmaymiz, shunchaki do'st sifatida ikkalamiz gaplashib o'tiramiz. Va o'zimga yaqin bo'lgan mavzuni tanladim, chunki do'stim bilan gaplashib o'tiraman. Birinchi mavzu xullas yolg'izlik. Ya'ni yolg'izlik bu bizga taqdirimizga yozilgan narsami yoki butun nima desa bo'ladi? Yolg'izlik bu umrbod berilgan narsami yoki nimaga o'zi yolg'iz qolamiz degan savolga javob berishni xohladim. Ya'ni javob topishni xohladim o'zimni fikrim, tajribam, qidirgan informatsiyalarim bo'yicha. Undan oldin aytishim kerak bo'lgan ma'lumot bu yolg'izlik bu qanaqadir bizga katta muammo olib keladigan period emas. Nabarot, hayotimizni ancha-muncha yaxshilaydigan, o'zimizga fokus qaratadigan, yaxshi natijalar olib kelib beradigan, ya'ni biz uchun yangi eshiklarni ochadigan bir imkoniyat desam ham bo'ladi. Ana yolg'izlikda faqat biz bilan bitta zot qoladi va bu zot kimligini hammamiz bilamiz. O'shaning uchun kimgadir bog'lanib qolishni maslahat bermayman va bu mavzu haqida ham keyingi podkastlarimizda gaplashamiz. Umumiy aytmoqchi bo'lganim, yolg'izlik o'ziga yarasha bizning sog'lig'imizga, moddiyatimizga muammolar olib keladi, lekin o'ziga yarasha boomlarni, ya'ni boom natijalarni, real natijalarni, umuman plan qilmagan natijalarimizni o'ziga yarasha olib kelib bera oladi deb ishonaman bu narsaga va o'zingizda ham bu narsani his qilib ko'rganingizdan keyin nereal xursand bo'lasiz. Prям ishona olmaysiz. Bu rostdanmi? Nimaga men bu narsani ertaroq tushunmadim degan savolni o'zingizga berishingiz mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda yoshlikdan boshlaymiz. O'zi nimaga yolg'iz qolamiz? Men o'ylashimcha bu narsa qanaqadir bizani tushunmovchilikdan kelib chiqadi. Ya'ni bizani tushunishmaydi. Ya bu yaxshi narsami, yomon narsami? Bu ikkinchi masala. Ya'ni bizani tushunishmaydi. Bizni aynan ota-onamizdan bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ham ko'p. Ya'ni bizning maktab vaqtimizda 9-sinf uch katta bo'lib qolishi mumkin, lekin aynan o'sha 9-sinfgacha bo'lgan periodda biz ota-onamizdan bilishimiz kerak bo'lgan informatsiyalar rosa ham ko'p bo'ladi. Ya'ni biz o'sha narsani bila olmaymiz. Man bizani qanaqadir mensimaslik yoki savollarimga javob bermaslik va qanaqadir bizani tushunishmayotgandek his qilamiz va bu o'rtoqlarimiz orasida ham ro'y beradi. Ya'ni o'rtoqlarimiz bor, ro'yja narban hammasi joyida, o'qishga bor ko'mimiz, lekin nimaga bizani tushunishmaydi? Yoki bizni qanaqadir
o'ziga xos odamizmi degan hislar o'tadi. Ha, bu to'g'ri. Keyingisi qo'llab-quvvatlav, ya'ni bizni aynan ota-onamizdan qo'llab-quvvatlash xohlaymiz va ayrim masurasi ko'p sabablarga ko'ra topolmaymiz va ko'chadan qazishga harakat qilamiz bu narsani. Va bu narsa ham menimcha fakt bo'lmasa ham qisman yolg'izlikka olib keladi. Ya'ni o'zimizga o'zimiz qo'llab-quvvatlab bera olamiz, pazishga bera olamiz, lekin baribir ota-onamizdan ishonchi, o'g'lim senga ishonaman, seni yaxshi ko'raman degan qo'llab-quvvatlashlari bizga baribir nereal kuch beradi. Xo'p, keyingisi do'st. Do'st masalasi juda ham chuqur, juda ham o'ylab gapiradigan mavzu va yolg'izlikni bir qismidan nima desa bo'ladi? Yolg'izlikka olib keladigan sabablardan bittasida bu. Ota-ona mavzusi juda ham chuqurlashmasa ham, lekin qanaqadir aynan do'stdan pand yeganimizdan keyin bizda baribir katta period bo'ladi. Ya'ni biz tushunmaymiz, nima bo'ldi o'zi? Nimani xato qildim? Может, borib uzr so'rarman. Ayyo, o'zi kelib mana qilib qo'yadi, uzr so'raydi, bir miyasiga urib qolar. Biz xato qilmagan bo'lsak ham biz aybdordik. Xuddi o'zimizni siqib, stressga kirib, o'sha do'stga zor bo'lib qolamiz. O'zim misolimni aytaman, boshida o'rtoqlarimiz bilan hammasi joyida, yaxshi, maktab payti, keyin kollej payti hammasi joyida, keyin уже kollejni bitirish bizga yaqin payt уже hamma ish qidirib, nima desa bo'ladi? Ming uzr. Ish qidirib, уже karyerasini boshlaydigan period kelganda, qanaqadir уже uzilishlar paydo bo'lish boshladi. Hech kimning vaqti yo'q. To'g'ri, bu narsani tushunsa bo'ladi, lekin baribir bitta yaqin o'rtog'ingiz bo'lgani umuman boshqacha va unga o'zingiz muammolaringizni aytib, qanaqadir bitta joyda gaplashib o'tirishinglar o'ziga yarasha yaxshisi boshqachada. Menimcha bu narsa yolg'izlikni qanday yolg'izlikni unuttiradigan hissiyotda bu. Inson yaqin do'sti bo'lishi bu hayotdagi katta yutuqlardan bittasi deb o'ylayman va do'sti bor insonlarga yarasam havas qilaman. Va o'sha yolg'izlikni kelib chiqish sabablaridan bittasi o'sha do'stimizdan pand yeyishimiz. Bu qanaqadir xiyonat bo'lib qolishi mumkin yoki qanaqadir moddiy tomonlama. Maktabdagi mелочь temalar u qanaqadir yoshlikdagi bo'lgan defaultni bo'ladigan ishlarda u 100% bo'ladi. O'shaning orqasidan biz o'pib tortiramiz, lekin o'sha katta bo'lganimizdan keyin hammasi boshlanadi. Hammasi o'sha joyda. O'sha bilan salomlashishimiz kelmay qoladi va o'qigan xatosida ham biz o'zimizni ayblashni boshlaymiz-da. Nimaga deymiz? Yangi do'st topsammi yoki o'ziga qaytsammikan? Bu farqi yo'q, qizlarda ham, o'g'il bolada ham mavzular har xil bo'lsa ham, o'zgarishi hissiyotlar baribir xil bo'ladi. Xullas, do'st mavzusi ham ancha chuqur gapirsa bo'ladigan mavzulardan bittasida. Lekin aynan mana shu mavzular bo'lgandan keyin уже chertib do'st tanlash, chertib insonlarga ishonish bo'yicha bizning o'zimizning tajribamiz shu temalar, shu bo'lgan ishlardan keyin kelib chiqadi deb o'ylayman. Bu va qisman aytmoqchi bo'lgan, qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan ma'lumotim, ya'ni o'zimni xulosam bu bo'lishi kerak. Ya'ni aynan do'stdan pand yeyish, do'stlar bilan urush, muammolar, kamchiliklar, o'zimiz qilishimiz kerak bo'lgan xatolar hayotimizda bo'lishi kerak. Va bu narsani vahimali qabul qilishimiz kerak emas. Bo'ldimi? Xulosa chiqarishimiz kerak va bu narsani maksimal qaytarmaslikka harakat qilishimiz kerak. Do'stim, eshityapsanmi meni? Bu narsani qaytarma. Xullas, keyingisi va bu sevgi mavzusi. Ya'ni hammasi juda ham chiroyli, juda ham ideal boshlanadi. Hammasini bo'ldi, bu meni taqdirim va men uchun inom etilgan qanaqadir to'g'ri yo'l sabab deb o'ylaymiz. Va bir tomonlama bu to'g'ri 100%. Va qanday aytsa bo'ladi? Sevgidan keladigan yolg'izlik bu umuman hayotimizni
180 gradus o'zgartiradigan kerakli sabablardan bittasi. Agar bu o'z vaqtida bo'lmasa, bu narsaga biz o'zimizni hayotimizdan ham ko'proq kirib ketadigan bo'lsak, 100% yolg'izlikni anaqasida sababchisi desa ham bo'ladi. Xo'p, umumiy sevgi bu kerakli, bo'lish kerak bo'lgan va hayotimizni oxirigacha bizlar uchun yashashimizga sabab bo'ladigan mavzulardan bittasi, lekin u narsa bizga bratim jim o'tir, yolg'izlik olib keladigan bo'lsa, no. Bu narsani men xohlamagandim. Men boshqani xohlagandim deb o'zimizga savollar berish boshlaymiz. Og'ir. Bilasizlarmi nima? Birinchi aynan sevgida qanaqadir xiyonatdan sevgi buziladi, to'xtaydi yoki odam xohishi tugaydi yoki qanaqadir adekvat insonlar bo'lsa kelishib olishadi, что bizlar uchun emas ekan bu, tinchlikni yig'ishtirib qolaylik. Lekin uje adekvat inson bo'lib kelishilgan holda ham uje uzoqlashsak baribir biz baribir yolg'izlikni his qilamiz. Bir tomondan odam ham kasali bo'ladi, semirib ketadi, o'ziga umuman qaragisi kelmay qoladi, nima qilishini tushunmaydi, na bir ishida, na bir oziq ichishida bir taym bo'ladi, uxlashida faqat o'sha storiesini ko'rib nimalar his qiladi, xullas. Lekin no, stop. Ya'ni bizning yoshda, ya'ni 19, 20, 21, 22, minimal 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan insonlar orasida ko'p uchraydigan muammo bu aynan sevgidan keladigan yolg'izlik. Bu xoh xiyonatdan bo'lsin, bu xoh kelishilgan ajrimdan keladigan yolg'izlik bo'lsin va bu hayotimizning bir qismiga aylanib qolgan. Ya'ni bizani asosiy bu narsani asosiy sababchisi bu internet deb o'ylayman. Ya'ni bizani ko'zimizdan aldab qo'yishyapti. Ya'ni sen sevishing kerak, sen bitta insonni baxtli qilishing kerak va bu seni ishlaringni rivojlantiradi. Yo'q, no stop. Dinimizda aytilgan narsa, bu narsaga qanaqadir biz uchun tajriba kerak. Sevib ko'rishimiz kerak, kimnidir xursand qilishimiz kerak, hayotimizda bo'lish kerak bo'lgan qismi, lekin baribir biz uchun dinimiz ulug'vor va uni shartlariga qo'nishga majburmiz va o'sha shartlarga kelishilgan holda, ya'ni to'g'ri amal qilgan holda biz qanaqa natijalarga, qanaqa imkoniyatlarga erishishimizdan o'zimiz bilamiz. Lekin qisman baribir yomon bo'lsa ham tajriba orttirib qo'yganimiz biz uchun har doim kerak va biz har doim ikkinchi tanlov qilamiz. Bir tomondan yomon natijalarga erishmaymiz, o'zimizni life'imizni topamiz yoki qanaqadir o'zimizni hayotimizda esda qoladigan qanaqadir 1, 2 yoki 5 yillik xotiraga ega bo'lib qolamiz. Hammada har xil bu period, lekin aynan sevgidan keladigan yolg'izlik ko'p hollarda ko'pchilikni sindirib qo'yadi, umuman hayotga nisbatan qiziqishni o'ldiradi. Bitta yechim eng yaqin insondan maslahat olish. U qanaqa inson bo'lishi kerak? Adekvat, bu hisni o'zida his qilib ko'rgan va u to'g'ri yo'lni topib bilgan inson bo'lishi kerak. Agar sevib yurgan inson bo'ladigan bo'lsa, u to'g'ri maslahat umuman bera olmaydi. Shunaqa period bo'lib qoldi, уже ajraldik. Men o'zimni qanaqadir noto'liqli, o'zimni qanaqadir yomon hislarni his qilaman va menga maslahat kerak. Men kimdan maslahat so'rayman? Aynan shu hisni o'zida his ko'rgan insonni qidiraman. Может, bu o'rtog'im bo'lishi mumkin, ko'chadagi qanaqadir random inson bo'lishi mumkin, lekin men o'sha insonni topishim kerak. Men o'sha insonni topmasam bo'ldi. Bu yarim yil, 1 yillab cho'zilib ketishi mumkin. Lekin aynan bu muammo, bu holat ana sevgidan kelgan yolg'izlik sizda bo'lsa, vaqtingizni maksimal ekonom qilmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni yig'ishtirishni ertaroq xohlaydigan bo'lsangiz, bu miyani chetida, prям oxirgi qismida, oxirgi ro'yxatda oxirida bo'ladi. Lekin o'sha narsani birinchi o'ringa chiqargan holda
bu savolga javobini, ya'ni aynan maslahat vaqti, maslahat beradigan insonni topsangiz, bundan zo'ri yo'q. To'g'risini aytaman. O'zingiz shunaqa mazza qilasiz, shunaqa tushunib yetasiz, shunaqa ko'zingiz ochiladi. Yuzingizni bitta sovuq suvga, boshingizni suvga qo'ygandek bo'lishadi. Biling, rostami? Yaxshi tushundim deb, может, menga rahmat aytarsiz, может, boshqa insonga maslahat bergan insonga ayting. Xo'p, biz sal chuqurlashib ketib qoldik. Ya'ni bitta mavzu yana esimizdan chiqib qoldi, ya'ni ishonch ham insonni yolg'iz qoldiradi va bu umumiy farqi yo'q qanaqa insondan bo'lishidan qat'iy nazar. Bo'ldi, уже biz hech kimga ishonmaymiz. Men sani jonimni beraveraman degan insonga ham no, stop. Zo'ra tur. Senga ishonmayman. Meni kam bo'lsa ham, mana sening bo'lsa ham yo'q, zo'ra tur. Men o'zim qolishni xohlayman degan period kelib qolamiz va eng ideali shu o'zi. Eng ideali. Da. Keyinchalik уже miyamizga qanaqadir signal bo'ladi-da. Ha, bo'ldi. Men bu insonga ishonsam bo'ladi. Bu meni ishonchimni oqlaydi degan o'zi signal bo'ladi miyaga, lekin ungacha stop. Ya'ni o'sha biz ishonchimizni oqlaydigan insonni bizni qanaqadir harakatlaridan, gap so'zidan ajrata olamiz, lekin ungacha bo'lgan periodda no, stop. Shitni qo'yamiz, uzoqroq turish kerak. Xo'p. Ishonch masalasi juda ham seriozniy. Ya'ni sevgidan keyingi o'rinda deb aytsa bo'ladi, bemalol aytsa bo'ladi. Mana bu o'rtoqlardan keladigani, ota-onadan keladigani yo'q. Unaqa og'ir botmaydi insonga. Chunki siz o'zingizdagi informatsiyalarni, o'zingizdagi qanaqadir bir bo'lagingizni o'sha insonga o'tib bergandek bo'lasiz-da. Lekin uni oqlamasa yoki masalan o'sha ishonchi bizni tana organi, yuragi deb olsak, yuragingizni berdingiz. Mana yuragim mana shu ko'rinishda bundan foydalanib qanaqadir sanam o'zingga energiya olsang bo'ladi. Va u inson ham xuddi shu ish qiladi. Siz uni xuddi omonat deb ham o'zingiz ikkinchi yuragingizdek asrab yurasiz-da. Lekin u prosta axlatga tashlab yuboradi. Shuni o'ldirgingiz keladi o'sha payt. Oh my god. Undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q. Nima qilishingizni bilmaysiz. Men nima qilishimni bilmaganman. Borib gapiraymi? Bilet, so'kiymi? Shunchaki qo'yib qo'yaymi degan millionta savol berganman. O'zimga gapiraverib, o'zimga savol beraverib, prosta o'ziga qo'yib qo'ydim. Agar vaqt keladi-yu, prosta ko'ziga, prosta o'sha gaplaringizni, aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni miyangizda aylantiring deb prosta ko'ziga qarang. Menimcha o'shani o'zi yetarli. Agar tushunmagan odam unga farqi yo'q, lekin hachaba ongi, понятияsi, tushunchasi bo'lgan odam уже kechira olmaydi, o'zini ham уже tushunib yetadi. Va xullas yana oxiriga xulosaga kelib qolamiz. Bu podkastimizni, ya'ni qanaqadir umumiy mana bunaqa period bo'ldimi? Bunaqa mana bu yechim senga bo'ladi degan ma'nodagi podkast bo'lmadi, chunki ichimizdagi yig'ilib qolgan ma'lumotlarni aytishga harakat bo'lgan mini solo podkast. Aytmoqchi bo'lganim, o'zingiz har doim asrang va hayotingizda bo'lgan har bir hodisani qabul qiling. Boshqa variant yo'q. Ya'ni boshqa yechim yo'q. O'sha hodisa bo'ldimi, demak, u bo'lish kerak bo'lgan. Yolg'izlikda ham xuddi shunaqa. Yechimi o'sha bo'lgan hodisani analiz, ya'ni nima bo'ldi o'zi?
bu mani aybim bilan bo'ldimi yoki boshqa insonni aybi bilan bo'ldimi? O'sha birinchi o'rinda o'zimizni ayb qidirishga o'rganishimiz kerak va qanaqadir chuqur bizni butun fokusimizni, butun energiyamizni o'sha hodisaga, o'sha voqeaga, bu yolg'izlik bo'lsin, boshqa ish bo'lsin, energiyamizni bera olishimiz kerak. Ya'ni bizdagi energiya baribir cheklangan. O'qishimiz bor, ishimiz bor, ota-onamiz bor. Mana shu sevgi insonimiz bordir. O'zimiz birinchi o'rinda, o'zimizga sarflay olmaymiz u narsani, o'sha ishga fokus qaratib qolsak. Nimaga bu mavzuni gapiryapman? Ya'ni aynan yolg'izlik ham bo'lish kerak bo'lgan, hayotimizda bo'lish kerak bo'lgan hodisalardan bittasi. Bu imенно o'sha yoshligimizdan sekin bo'ladi-da, уже katta bo'lganimizdan keyin bitta katta bo'ladi. Bu narsaga ham har xil qaraydigan insonlar bor-da. Ayrim bu narsaga juda ham seriozniy qaraydi. Prям kerak bo'lsa, umuman yolg'izlikka kirib ketishadi, sho'ng'ib ketishadi. Boshqa insonlar 1 oy, yarim yil, 1 yil baribir qanaqadir period bo'ladi. Yolg'izlik bizga bir marta kasal bo'lishimiz kerak bo'lgan kasalliklardan bittasi. Bu narsani to'g'ri davolash, to'g'ri doktor orqali davolashni bilmaydigan bo'lsak, bu hayotimiz davomida qayta davom etaveradi. Ya'ni bu farqi yo'q. Necha yosh bo'lishimizdan qat'iy nazar. Yoshligimiz mana shu 15 dan 22 yoshgacha bo'lgan vaqtda bu narsa o'zini alomatlarini ko'rsatadi va umid qilamanki, bu narsani har birimiz to'g'ri davolash qo'limizdan keladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, yaqin insonim, yaqin do'stim sifatida yolg'izlik bu yechim emas. Yolg'izlik umuman yechim emas. Yolg'izlik yechim biz uchun ochiladigan eshiklarni topish. Biz qanaqadir ishga, insonga, qanaqadir holatlarga bog'lanib qolamiz. Va yetarli sababliga ko'ra biz yolg'iz qolamiz. Va biz uchun yangi eshiklar ochiladi va biz aynan o'sha eshiklarni ochib kirganimizda biz uchun umuman kutilmagan imkoniyatlar, kutilmagan voqealar bizani kutib oladi va aynan o'sha voqealar natijalarni hammanglarga tilab qolaman. Va yana aytmoqchi bo'lgan oxirgi gapim, xo'p, keyingi podkastimizda qanaqa mavzuda bo'lsin? Agar sizlarda hayotiy tajriba bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizlarda rostlikasam gapirishinglar mumkin bo'lgan mavzu bor. Ya'ni может savol javob topa olmagan mavzular bo'lishi mumkin. O'shani kommentariyga yozib qoldiringlar. Bu narsani o'qigan holda o'zimga ham yozarman. O'sha mavzuni tagida o'zingizni kontaktingizni yozib qoldirsangiz ham, men siz bilan aloqaga chiqib, gaplashishim mumkin. Ya'ni biz real mavzularni olib chiqqanimizdagina bu umumiy bizani timimizdagi keyinchalik rivojlanishimizga ham ichimizga yetib borishiga ham ancha-muncha ko'maklashadi degan umiddaman. Hozirchalik adabiy gapirish men uchun komfort. Keyinchalik уже sizlar bilan ancha chiqishib ketganimdan keyin do'stona gapira olaman degan umiddaman. Menimcha tushundinglar. Sizlarda olib chiqsa bo'ladigan mavzu bormi? Uni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar YouTube izohida bu mavzuni yozish uchun yetarli bo'ladigan bo'lsa, shu joyingizda qoldiringlar. Agar sizlarga aloqaga chiqib rostlikasam yana ham chuqurroq kirish, yana ham dildan suhbatlash qolgan bo'lsanglar, Telegram usernamni qoldirsanglar, sizlarga aloqaga chiqib, aynan o'sha mavzu bo'yicha yana ham chuqurroq gaplashib, yangi do'stim sifatida siz bilan suhbatlashishga har doim tayyorman. 1 oy har kuni solo podkast chiqadi va yana ham professional, ya'ni plus bir qilishga harakat qilamiz. Ya'ni birinchisi bo'lgani uchun qanday yuzaki ayrim savollarga javob bera olmaydigan levelda bo'ldi. Lekin keyingilarini professionalroq, ancha ma'lumotlarga boy, hayotiy tajribalarga boy qilishga harakat qilamiz. Sizlarni ko'rib turganimdan, sizlarni ko'rib turmayman, lekin his qilib turibman. To'g'risini aytayman.
xuddi men bir yaqinimga gaplashdim. Yengil tortdim. Keyinchalik faqat podkast ko'rinishi bo'lmaydi. Keyinchalik уже может offline ko'risharmiz yoki aynan bitta уже izohlardan yozib qo'yilgan insonlar bilan shu yerda gaplashishimiz mumkin. Hozirchalik biz bilan onlayn gaplashib turibmiz. Keyin ertaga yoki keyingi hafta, keyingi oy shu joyda o'tirib siz bilan suhbatlashishimiz mumkin. Xudo xohlasa planlarimiz ancha-muncha katta. Boshlagan ishimiz rivojini bersin. 1000 ta, 5000 ta, 10 ta, 100 ta bo'lganimizda ham mana shu yerda o'tirib samimiy tabiat qo'ynida gaplashish nasib qilsin. Yolg'izmiz, lekin endi yolg'iz emasmiz. Yolg'iz edik, endi yolg'iz emasmiz. Agar yonimda bo'lganingizda bag'rimga bosardim. Keling. Xo'p. Agar bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, alohida rahmat. Bitta insonga xuddi yordam bergandek bo'ldingiz. Mana shu bitta videoni 15 minut bo'ladi, 20 minut bo'ladi, bitta insonga yordam bergandek bo'ldingiz va siz chin yurakdan yaxshi ko'rib qoldim. Kamchiliklar uchun uzr. Keyingi podkastda ko'rishguncha rahmat.